Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar, salomatmisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'tgan safar mana bu ko'rib turgan klassik turdagi mototsikllarimizni videosini joylagan edik. Kommentariyalarda ko'rib chiqdim, Xitoy orqali olib kelingan degan so'zimizni ko'pchilik noto'g'ri tushunishdi. Xitoy zborkami, originalmi bu o'zi deb savollar berishgan ekan. Yana ham ko'proq ma'lumot berib o'ting deyishibdi. Bugun sizlarga mana shu mototsikllarimiz to'g'risida yana ham to'g'riroq ma'lumot berib o'taman. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Xudo xolasa to'liq videosini taqdim qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ushbu olib kelingan mahsulotlarimiz bu mahsulot hisoblanadi. Ya'ni biroz yurgan, biroz harakatlangan, lekin original Yaponiyaning mahsuloti hisoblanadi. Xitoy zborka emas yoki Xitoyda o'zidan original kompaniya zavod uchun ishlab chiqarilgan emas. Bilamizki, iPhone telefonlarini ham barchasi, yo'lmasam Samsungda ham deyarli telefonlarning hammasi ham Xitoyda chiqadi. Ya'ni ko'p holatda 70-80% to'g'ri bo'ladi. Xitoy davlatida chiqadi, lekin mahsuloti o'zi original bo'ladi, ya'ni originalga javob beradigan mahsulot bo'ladi. Lekin bu Xitoy zborka emas yoki Xitoyda ishlab chiqarilgan emas, 100% Yaponiya davlatining o'zida ishlab chiqarilgan. Kelinglar, mana men churib batafsil tushuntirib beray. Juda ham qattiq ekan. Mana. Bismillah. Hop, ko'rishlaringiz mumkin. Mototsiklimiz uzunligi ham juda ham uzun qilingan. 2 kishi bemalol o'tirib ketdi. Ikkinchi odam uchun oyoq ostida podnoshkalargacha bor. Oldi diskalarni ham ko'rishlari mumkin. Balon razmerlarimiz 270-18. Original Yaponiyaning Kenda shinalari turibdi. O'zgartirilmagan umuman original mahsulotlar. Hamma yog'i juda ham qalin, plastiklar ishlangan mumkin. Juda ham joni qattiq qilib ishlab chiqarilgan. Eng asosiy motorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Honda kompaniyasining o'ziga tegishli 125 kubali karburyatorli 4 takli motor turibdi. Ekologiyaga ta'sir qilmaydi. Sifati juda ham a'lo darajada. Mahsulotning o'zi ko'rinishi ham, sifatini ham shunday kelib o'tirsalaring qanaqaligini aytib bera oladi. Orqa tarafiga savat qo'yish uchun yo bo'lmasam dastavka tosh uchun maxsus mana shunaqa temir reshotkasi bor. Xolislarni mana shu yerga o'rnatib turib, bemalol dastavka tosh silinib bo'laveradi. Muhimi, sifati a'lo darajada. Yonilg'i sarfi 100 kilometrga atigini 3-4 litr yonilg'i sarflaydi. Ko'rinishi katta bo'lgani bilan, lekin Yaponiya juda ham tejamkor hamda umuman olganda sizga zarar bermaydigan, ya'ni budjet tomonlama zarar bermaydigan mahsulotlar ishlab chiqarish bilan mashhur hisoblanadi. Kelinglar, yurgan kilometrni ham ko'rib o'tamiz. Ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Xo'p. 2914 kilometr. Yaqilib turib ustiga bosib qo'ysak, mana 2914 kilometr yurgan ekan. Demak, yurgan kilometri ham uncha ko'p emas hisoblanadi. Ya'ni bemalol 3000, 4000 umuman olganda uncha kilometrlar juda katta hisoblanmaydi. Aytib o'tgandek, bu hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, eng asosiysi narxi $1100 tashkil qiladi. Ovozni ham eshitib ko'rsating deganlarga mana ovozni ham eshitib ko'rsatamiz. Juda ham mazza. Ovozi ham juda shovqin emas. Unchunchaga shovqin chiqarib yormaydi. Kelib o'tatib ko'rib, minib ko'rsalaring, komfort sezsalaring bo'ladi. Amortizatsiyalari ham a'lo darajada ishlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Kirib chiqishini qaranglar. Juda ham seriozniy. Mana shu taraflarni ham menga yoqqan tarafi bo'ldiki, ya'ni Yaponiya sifatini o'zlarining kelib ko'rganlaringda qay darajada sifatli ekanligiga amin bo'lasizlar. Ishlash prinsiplari ham shunga yarasha ishlab chiqarilgan. Joyiga qo'yamiz. Keyingi modellarimizni birma-bir sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p. Podnoshkani tushirib joyiga qo'yamiz. Keyingi modelimiz ham Honda'ni bu WH11 modeli, bu 12si bo'lsa, bu 11. Xo'p, podnoshkani tushiray. Ana. Men biroz noto'g'ri tushiryapman. Xo'p. Modelda o'zi ham ranglari ham aytib turibdiki, kraskalari a'lo darajada sepilganligini.
sifati juda ham a'lo darajada. Buni ham ko'rsatib qo'yamiz. Hop. Konfiguratsiyalari deyarli bir xil, lekin tablolarida, ko'rinishlarida farq bor. Oldi mana bu shamol qaytargichlarida ham farqi bo'ladi. Eng zo'r tarafi, bularda motor kubasi 125 kubali, 100 kilometrga 3-4 litr yonilg'i sarflaydi. Diskalarni ko'rsatib o'taylik mana. Diskalari ham jiddiy tormozda qiladi. Juda ham mahkam ushlaydi. Shinalari ham baquvvat. Yaponskiy mahsulot, ya'ni Yaponiyaniki hamma yo'q umuman almashmagan, umuman bitta joyiga to'g'irlanmagan, to'g'ridan to'g'ri yaxshi holatda saqlangan, yaxshi holatda yurilgan mana shu mahsulotlarni olib keldik. Ya'ni sifatini ko'rsatib berish uchun. Keyin yurgan kilometrni ham ko'rsatib o'taylik. Mana 1190 kilometr ko'rishlari mumkin. Ko'pchilik so'radi, kilometrlarni ko'rsatib o'tmabsiz deb, kilometrlarni ko'rsatib o'tamiz. Hop, navigatsiya qiladigan knopkalari bor. Hamma yog'i ishlaydi, datchiklarigacha ishlaydi. 100% O'zbekistonga kelganidan keyin ham biz alohida ko'rib o'tganmiz. Ya'ni umuman olganda mahsulot sifati a'lo darajada. Yaqinroq kelib ko'rsating. Ko'pchilik yaqinroq kelib ko'rsating deyapti. Motorni ko'rsatib o'taylik. Mana motorlari Honda yozuvlarida original. Har bitta detallari ko'rib chiqilgan, hech qanday o'zgartirilmagan. Mana bu detallarni ham ko'rsatib o'taylik. Mana orqa amortizatsiya sistemalarini ham yaqinroqdan kelib ko'rsating deyishdi. Balonlari ham original kardial balonlari turibdi. Orqa taraflarida reshotkalari bor, mana qo'yib olgan. Hech qatiga tiyilmagan, absolutno 100% qanday turgan bo'lsa shunday olib kelindi. Kelganida motorlari birroq tekshirildi, ko'rildi, qaysi darajada, qanaqa holatda. Umuman olganda mahsulotni Xitoydan bu yerga tranzit orqali olib kelib turganimizda ham Xitoy davlatining o'zida ham tekshirgan edik. Ya'ni O'zbekiston xalqi ham original, sifatli mahsulotlar minsin dedik. Shu bilan birgalikda narxi ham arzon, hamyonbop bo'lishi kerak edi. Yangilarni bilamiz, narxlari $1800 dan tepada, 100% aniq javob beraman. Ya'ni juda ham hozirgi paytda narxi, endi yangisi ham o'ziga yarasha zo'r avvalo, lekin arzonroq, biroz yurgan bo'lsa ham arzonroq bo'lsin deganlar uchun olib keldik. Narxi $1100. $1100 ga hozirgi paytda elektronli skuterlar ham beryapti. Elektronli skuterlar ham bor $1100, $1000 ga, lekin sizlar tavsiya qilib qolaman, original mahsulotda o'rni baribir boshqacha. Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlarimiz zo'r. O'zi Xitoyda ishlab chiqarilgan ko'p original mahsulotlar olib kelamiz, lekin Yaponiyani o'ravini umuman boshqa darajada. Ya'ni yaponskiy mahsulotlar odatda sizga bir umr xizmat qiladigan mahsulot hisoblanadi. Buni ham joyiga qaytarib qo'yaman. Hozir keyingi modellarni birma-bir ko'rsatib o'tamiz. O'zi wow. Biroz yaqin kelib ko'rinish kerak. Umuman olganda mahsulotning o'zi ham a'lo darajada. Keyingi modelimiz juda ham ixcham. Bu model ham menga juda ham yoqdi. Turishni o'zi ko'rsalaring bo'ladiki, har qanday inson bemalol o'tira oladi. Mana o'zimga qani yarashamini ko'ramiz. Bismillah. Hoppa. O'tirdim. Qiyinchilik sezganim yo'q. Bemalol o'tirib maza qilib yursanglar bo'ladi. Bak sig'imi ham kattagina qilib ishlab chiqarilgan. 100 kilometrga mana shu ko'rib turgan modellar ham atigina 3-4 litr, o'zi 2-3 litr, lekin 3-4 litr biz ko'proq qilib aytyapmizki, undan kamroq yursa biz xursand bo'lamiz. Tormoz sistemalari trosli qilingan. Ko'rsatib o'taylik, maxsus spisali qilingan. Spisa ham ingichka emas, qalin, original metallardan foydalangan holatda qilingan. Balonlarimiz ko'rishlari mumkin. 2,5 ga 18 maxsus balonlar qilingan. Diska tormozlari mana shu yerda turadi. Mana shu qismlari motorlarni qaranglar, karbyuratorli, lekin original. Umuman chilmagan, sifati a'lo darajadagi nakleykalarni qarang, qana chiroyli qilingan. Cho'mchaga ko'chib ketib qolgan original yozuvlarda mana shu joylarni bir ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Amortizatsiyalari ham alohida mavzu. Orqa oldilari juda yaxshi holatda, to'xtab mana. Cho'mchaga sakrab sinib ketib qolmaydi. Tablolarni ko'rsatib o'taylik. Tablolarni ham mana 1431 kilometr yurgan. Ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. 1431 kilometr. Bu ham ko'p yurmagan. O'zi olib kelganimizda eng kam probegliklari o'rtacha 30-40 kilometrdan 3000-4000 probeggacha bor edi. 3000-4000 gacha ham bormasdi. O'zi ko'p men grup qilib aytyapmanki, ya'ni agar arasida bo'ladigan bo'lsa, unga ham sifatiga javob beriladi. Dokument masalasini ham ko'pchilik so'rashibdi. Dokument qanaqa bo'ladi? O'zi dokumenti bormi bularni deyishdi.
100% shot spravka qilib beramiz. Dokumentlari bo'ladi. Bexijolat holatda kelasiz, sotib olasiz. Shot spravkani olib, Mirroga olib borsangiz, sizga nomer bilan mana shu mahsulotni texpasportini qilib berishadi. Ya'ni barchasi ro'yxatdan o'tgan. Bu mahsulotni ham o'zi ko'rganimda sifati ham a'lo darajada edi. U oldi faralari ham alohida mavzu. Bunaqa faralarda oldinlari ko'rardim, lekin hozir uncha kompaniyada yo'q. Lekin buni ham sifatini qaranglar, mana farasini yoqib ko'rsatib beraylik. Xo'p, daniya bilishni chiroqlari yondimi o'zi? Sariq lampochkali bo'ladi, ko'zda ortmaydi. Ovozni ham eshittiring deyishdi, ya'ni o'tatib bering deb mana. Ovozni eshittiradigan bo'lsa, sifati a'lo darajada. Tog' sharoitiga olsalaring ham tavsiya berib bo'ladigan model hisoblanadi. Ya'ni tog'da yurgani ham, off-road yo'llariga ham juda ham zo'r model hisoblanadi. Undan tashqari shahar hududiga moslashgan, yurgani ham juda ham qulay bo'lgan modellardan bittasi mana. Avtomat korobkali, bu ham 125 kubali, yangilangan motor, Yamaha yozuvlar bilan original motor qismi mana shu yerda bo'ladi. O'tirganlaringni mana o'zim o'tirib ko'rsatib beray. Juda ham ixcham, yurgan masofasi buniki ham 1100 km, uncha ko'p emas. Ovozini eshittiring deyishibdi mana. Ortiqcha shovqin qilib eng zo'r tarafi ranglarida bo'ldi. Oldi tarafida mana ko'rsatib o'taylik ranglarini. Ranglari ham juda ham ajoyib rangda qilingan. Bu ranglarni ham uncha kompaniya ishlab chiqara olmaydi. Original Yamaha kompaniyasidan chiqqan. Diskalariga alohida e'tibor berib ko'rsatsak bo'ladi mana. Kenda maxsus balonlarida Kenda juda ham sifatli balon hisoblanadi. Tormozlarni ham ko'rishlari mumkin. Diska tormozlari, opornilari ham o'ziga xos qilib ishlangan. Sifati juda ham a'lo darajada. Barcha qismlari ishlaydi. Mahsulotni kelganida 100% soz holatida, ya'ni sotib oladigan mijozlarimiz qo'llariga topshiramiz. Xo'p. Narxlariga keladigan bo'lsak, bu modelimizni aytib o'tmayapman. Narxi hozirgi paytda $1000. Bunisiga ham $1000. Kelib ko'rib, bemalol xarid qilsa bo'laveradi. Xo'p. Suzuki, Honda ko'rsatib o'tgan modellarimizga juda ham o'xshash, lekin bularda ham tablolari boshqacha. Bularda ham birma-bir sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Demak, bu tarafdan, mayli, bu tarafdan boshlaymiz. Xo'p, ketdi. Buni oldi diskalari ham juda ham baquvvat qilingan ekan. Men o'zim ko'rib maza qildim. Bularda ham Suzuki kompaniyasiga tegishli mahsulot. Oporni disklarni bir yaqinroqdan ko'rsataylik. Balonni qarang, Sakura deb qo'ygan. Sakura daraxtini bilamiz. Uzoq yillik, uzoq xizmat qiladigan, ya'ni ushbu balonimizga nomiga berilgan ekan, ya'ni sifatni yaxshi ko'rsatib berish uchun, yaxshi marketing qilingan ekan. Umuman olganda eslatib turishligi uchun. Xo'p, tablosini ham buni ko'rsatib o'taylik, mayli. Tabloni yonishi ham o'zgacha qilingan ekan mana. Tayyormiz, a? Bismillah. Hop. Yurgan probegimiz 5700 ekan. Juda ko'p yurmagan. Sifati lekin a'lo darajada. Mahsulotni buni ham kelganda motorlarni ko'rdik, tashqi ko'rinishlarini ko'rdik. Hamma yo'q tekshirilgan, ko'rilgan, qaralgan, chizilgan joylari bo'lsa, o'zida zavodskoy bo'ligi uchun uncha ahamiyat berilgan yo'q, ya'ni uncha joyda qaralgan, chizilgan joylar ham yo'q aslida. Motorni ko'rsating mana. Motorlari 125 kubali. Juda ham klassik motor tipida qilingan, karburatorli, 4 taktli bular ham a'lo darajada qilingan. Ranglarni qaranglar. Bu bo'lsa ham juda ham a'lo darajada saqlangan. Odamda aksini ko'rsa bo'ladi. Kraskalari, sepilishlari, plastiklari ham eng yaxshilari ishlatilgan. Amortizatsiyalariga ham alohida 5 bor. Unchaga sinib yoki bo'lmasam ishdan chiqib qolmaydi. Sifati a'lo darajada. Kelib, ko'rib, xarid qilsa bo'laveradi. Orqa tarafida savat qo'yib olsa ham bo'laveradi. Buni ham narxi $1100. Juda ham sifat a'lo darajada. Men hozir so'rashdi, telefon qilib kuzatuvchilarimizga alohida rahmat aytaman.
narxidan o'tib beriladimi yoki yo'qmi deyishadi. Umuman olganda men videoga chiqqanimda ko'proq mijozlarimizni kamroq vaqtini olish maqsadida oxirgi narxlari bo'yicha ma'lumot berib o'taman, ya'ni sotilib turgan narxlari. Aytib o'tgan narxlarim, ya'ni $1100, $1000, $1000, $1100 deb aytib o'tyapman. Mana shu oxirgi narxlar hisoblanadi, lekin kelib ko'rib mahsulotni xarid qiladigan bo'lsalaring, hurmatli kuzatuvchilar, adashmaysizlar, sababi $1000 ga ham Xitoyda mahsulotni olishlari mumkin, lekin $1000 ga bu bo'lsa ham, lekin original Yaponiyada ishlab chiqarilgan mahsulotni olishlarini tavsiya qilib qolaman. Bu ham Honda kompaniyasiniki, balonlari Sakura, diskalari alohida mavzu ko'rishlari mumkin. Qalin qilib qo'yilgan diskalari ham uncha sinib ketib qolmaydi, yamaga tushganda ham yamani chust qilmaydi. Mana amazasidan ishlashni qarang. Juda ham sifatli bo'lib ishlaydi. Yurgan probegini ko'rsataylik. Ko'pchilik klientlarimizga yurgan probegini ham ko'rsatib o'ting deyshibdi. Skorlari mana bu yerda ko'rsatadi. Ko'rishlari mumkin. 2300 km yurgan xolos o'zi atiga. Uncha ko'p yurmagan. Bak sig'imi bularki ham o'rtacha keng katta qilingan. Men o'ylayman bu bakka bemalol 10 tadan ko'proq yonilg'i o'ziga sig'dira oladi. To'g'rilab qo'yaylikchi. Bismillah. Ana. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bugungi ma'lumotlarimiz, ya'ni berib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Like bosib qo'yishlaring, ya'ni kommentariy yozib qo'yishlaring, omad deb qo'ysalaring ham bizga yana ham kuch bo'ladi, yana ham quvvat bo'ladi. Videoga like bosib qo'ysalaring, ko'proq odam ko'rishiga xizmat qiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, vaqtlaringni ayamasdan ko'rganlaring uchun juda ham xursandmiz. Kelinglar, ko'ringlar, original mahsulotlarni xarid qilishlaring mumkin. Telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.